Növbetli yana bir Şinjan Uygur Avtonom Rayonundan kelgan mehmonimiz, yüksek talant egisi, estrada çolpuni Mo'minjon Ablikimni taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli Qozog'iston Jamhuriyati Xalqan xalqimiz, yaxshimisizlar? Kashingizlar xayrli bo'lsin. Ro'za iftoni muborak bo'lsin. Rahmat. Mana Shavkat akamizningki 50 yoshlik tavallud kunida taklif qilinib, shu katta yig'ilishga qatnashganimdan intan xursandman. O'zbekistonda bir oy istiqomati bo'lib, Urumchiga qaytish safarda Muşu qutlug' kunda sizlar bilan o'zgarishdik. Intayin xursandmiz. Hammanglarning kelgan qadami shundoq mening kelgan qadamim muborak bo'lsin. Davomli uchrashishimiz bo'lsin. Rahmat. Endi Mo'minjon aka sizdan bizga qaysi naqshdan o'rinlar berasiz deb so'ramaymiz. Sababi Almuta yoshlari hammasi sizdan marbiyani kutyapti. Rahmat. Marbiyaga birlikda jim bosaman hamma.
Mana bizga jin bo'lib o'ynab bergan yosh qiz yigitlarimizga rahmat. Endi yana o'zimizning gidimiz kelsak, avvalan yana mush konsertda sizlar bilan yuzlarni ko'rishganimdan intan xursandman. Uzun bo'pti. Olmaotada bir aziz qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishishga, sahnada birlikda yuzma-yuz turib fikrlashishga mümkün bo'ladimi deb shu niyatda yurganman. Mana bugun mushu nasib bo'ldi, intayin xursandman. Hamma qarindoshlarimizga Jungo Xinjiang Uyg'ur Abnum radio yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimizdan Qozog'iston Jumhuriyatidagi Uyg'ur qarindoshlarimizga oliy salomni seg'inish nomidagi naqsha bilan yo'llamoqchiman. Qani, seg'inmasam ha. O'sha naqshamizdan birga aytadigan do'stimiz bo'lsa, sahnaga taklif qilaman.
Anamın senin qanday bo'ldi? Rahmat. Bir ay bo'ldi. O'zbekistonda yangi ijodlar bilan shug'ullanish sababdan qaytib, xuddi o'zimning yurtimga kelgandek bo'lib qoldim. Rahmat sizlarga. Teşekkür. Ana shu dirikimizdan keyin yana sizlarni sho'x o'ynab berishga taklif qilmoqchimiz. Qalam qilish nomidagi xalq naqshimiz Jurba Basam. Marhamat. Rahmat, teşekkür. Sunumda birga o'ynadik. Yana bir naqshimiz bor edi. Bo'lsa birga eshitsak, endi biz tarafda mayli o'pchi, mayli Qashqarda bo'lsin, shuni birga aytishdir. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Anladın Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. 5 gap.
Jallık bulanlar jallık. Gep buluptu mahallede, gep buluptu beşke. Meni satmap turdinimiz gep buluptu. Kim buluptu? Ondan bolsa müşnaqşimizni o'qlaymiz. Müşnaqshining dal shu gap bo'libdi degan hammalar birga aytamiz. Hamma. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Meni sotmab turganingiz gap bo'libdi. Birga. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Mana qarab kulganingiz gap bo'libdi.
dostlarımızga alayda rahmetimizni bildirishdan birga sahnamizni keyingi san'atkorlar bilan aytamiz. Taninglar hamma. Şinjan Uyghur Avtonom rayonidan kelgan mehmonimiz, yüksek talant egisi, estrada cholpini Mo'minjon Ablikimni taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli Qozog'iston Jumhuriyati Javatqon xalqimiz, yaxshimisizlar? Kashingizlar xayrli bo'lsin. Ro'zangiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mana Shavkat akamizningki 50 yoshlik tavallud kunida taklif qilinib, shu katta yig'ilishga qatnashganimdan intan xursandman. O'zbekistonda bir oy istiqomatda bo'lib, Urumchiga qaytish safarda shu qutlug' kunda sizlar bilan o'zgarishdik. Intayin xursandmiz. Hammanglarning kelgan qadami shundoq mening kelgan qadamim muborak bo'lsin. Davomli uchrashishimiz bo'lsin. Rahmat. Sizden bizge qaysilaşan oralar berisiz sizden so'ramaymiz. Sebebi Almuta yaşları hemmesi sizden mərbiyyəni kütüb atıdır. Rahmat. Mərbiyyəyə birlikdə